Hop. 10. dars 1, 2 va 3 xonali sonlarni bo'lish mavzusi. Demak, birinchisi bo'lim manbajaringga 9 ni 3 ga bo'lsak 3, ikkinchisi 18 ni 2 ga bo'lsak 9, 45 ni 3 ga bo'lsak 15, 8 ni 4 ga bo'lsak 2, 45 ni 5 ga bo'lsak 9, 46 ni 2 ga bo'lsak 23. Tugadi. Ikkinchi misol. 456 ni 2 ga bo'lsak 228. Hop, 175 da 35. 981 327. 450 114. 868 124. 139. Hop, 13 da bo'lim manbajaringga ani 1 ga bo'lib olsak 7. Hop, nechini 6 ga bo'lsak 5 chiqadi. 30 ni 155 5 ga bo'lsak 31. 33 ni nechiga bo'lsak 11 chiqadi. 3 ga. 24 ni 2 ga bo'lsak 12. Yaxshi. Bo'shga taylar to'ldiring deyapti. 90 ni 6 ga bo'lsak 15. 15 ni 3 ga bo'lsak 5. Hop, necha 10 ni nima qilsak 5 chiqadi 2 ga. Bo'luv qo'yamiz ekan demak. 90 ni nima qilsak 9 ga 10 chiqadi. Bo'luv. Bo'ldi. Mana 2 ga ham bo'luv. 6 ni 3 ga bo'lsa 2 chiqadi. Bo'ldi-ya. 5. 8 ta tarvuz sharbati $72 bo'lsa, bitta tarvuz sharbati narxini toping. 72 ni nima qilaman? 8 ga bo'laman. Javob $9. 315 da. Hop, qulpinay sharbati nechta bor ekanini toping. 315 nima qilaman? 5 ga bo'lib qo'yamiz. Javob 103. 63. 63. Pomidor sharbati 5 marta kam 60. Pomidor sharbatini toping. 424 ni bo'lamiz 4 ga. 106. 106 ta. 8. Hop, kutubxonada 240 ta kitob bor. Sinf kutubxonasida esa undan 4 marta kam kitob bor. Sinf kutubxonasida nechta? 240 ni 60. 48 ni bo'lamiz 2 ga. 24. Hop, bir do'konda 76 kilogramm un bor edi. Bu unning yarmi sotildi. Do'konda qancha qoldi? Yarmi degan nima degani? 2 ga bo'lib olsak 38 kilogramm. Qolgani ham, sotilgani ham 38, chunki yarmi deyapti. Xo'p, novvoyxonada har kuni 250 kilogramm un ishlatiladi. Shu novvoyxonada 5 kunda ishlatilgan un miqdori 8 kunda ishlatilgan un miqdoridan necha kilogramm ko'p? Qaranglar, 2 xil usuli bor. Birinchi usuli qaranglar. 8 dan ayrasizlar 5 da 3 kun chiqadi. Ko'paytirib qo'yasizlar 250 ni 3 ga 750 chiqadi. 750 kilogramm ko'p ishlatilgan. Ikkinchi usuli bor. 8 ni ko'paytirasizlar 250 ga minus 5 ni ko'paytirasizlar 250 ga. Ikkovini hisob-kitob qilib ayirib qo'ysalaring 750 chiqadi yana. Ikkinchi usuli ham bor, birinchi usuli. Birinchi usul menimcha ancha osonroq. Ya'ni 12. Hop, 6 dan 4 ni ayiraman. 2 ko'paytiramiz 120 ga. 240 litr ekan. 13. Hop, zavodda har kuni 500 kilogramm temir eritiladi. Agar bir oyda 30 kun eritilgan temir miqdori 10 kunda eritilgan temir miqdoridan necha kilogramm ko'p bo'ladi deyapti. Qaranglar, demak 30 kundan ayrasizlar 10 ni.
200 bo'ladi. 20 bo'ladi. 20 ni ko'paytirasizlar 500 ga. Shunda 3 ta 0 ko'chsa bu yoqqa. Mana 2 kere 5 10 bo'ladi. 10.000 bo'ladi. 10.000 kilogram. Hop 14. Yo'q. 10.000 bo'ladi. Hop shaftoli sharbati 424 ta. Hop shaftoli sharbatidan 4 marta kam. 424 ni bo'laman 4 ga necha? 106. 106. Endi qo'shib qo'yaman 424 ni. 530 ta. Jami deyapti. 15. Jami bo'lmasa o'shani o'zim O'quvchilar uchun 360 ta daftar keltirildi. Qalamlar esa daftarlar sonidan 3 marta kam. Demak, 360 ni bo'laman 3 ga 120. Endi 360 ni qo'shaman 120 ga. 480 ta nechta deyapti. 16. O'rmondagi 510 ta qushning 5 marta kam qismi hayvonlarga tegishli deyapti. Hop, demak 510 ni bo'lamiz 5 ga 102. 510 ga qo'shaman 102 ni. Javob 612. On yetti. Do'konda 280 ta sut bor, sut mahsuloti bor. Bu sut mahsulotlarining 2 marta kam miqdorda qatiq bor. Do'konda jami nechta sut va qatiq bor deyapti. 280 ni bo'lamiz 2 ga 140. Endi 140 ga 280 ni qo'shib qo'yamiz. 420 ta. 18. Bir maktab 96 nafar o'quvchi va 8 nafar o'qituvchi bilan sayohatga chiqdi. Sayohat uchun 4 ta avtobus ijaraga olindi. Agar har bir avtobusga teng miqdorda yo'lovchi joylashgan bo'lsa, har bir avtobusga nechta yo'lovchi joylashgan? 96 ga qo'shasizlar 8 ni, jami 104. 104 4 ga bo'lib yuborasizlar. 4 ta avtobus bor. 26 tadan sig'gan ekan. Hop, bir kompaniya 120 nafar ishchini tashishi uchun 5 ta avtobus ijaraga oldi. Agar barcha ishchilar avtobusga teng taqsimlansa, har bir avtobusga nechta ishchi chiqadi? 120 ni bo'lasizlar 5 ga. Javob 24. 20 oxirgisi. Bolalar lageriga 75 nafar bola, 5 nafar murabbiy bordi. Ular 5 ta katta mashina bilan jo'nab ketishdi. Agar har bir mashinaga teng miqdorda odam chiqsa, har bir mashinada nechta yo'lovchi bo'ladi? 80